Garri Potterni hamma taniydi, ammo David Holmes tarixini ko'plar bilmaydi. Ko'p yillar davomida David Danielning dublyori sifatida ishlab, barcha yiqiladigan xavfli sahnalarda u suratga tushgan. Ammo Garri Potter o'lim halqasi filmida yuz bergan baxtsiz hodisa butun umrga uning hayotini o'zgartirib yubordi. Repetitsiya vaqti u portlash sahnasida uchib borib devorga urilish holatini mashq qilayotgan vaqt devorga noto'g'ri urilish natijasida orqa miyasi jiddiy zararlandi. Oqibatda Davidning ko'krak qafasidan pastki qismi butkul ishdan chiqdi va nogironlar aravachasiga o'tirdi. Studiya Davidning davolanish mablag'ini to'lashdan bosh tortganda Daniel o'z cho'ntagidan to'ladi va hattoki David haqida omon qolgan bola nomi ostida hujjatli film suratga oldi. Garri Potter rolini ijro etgan Daniel Radcliffe David Holmes haqida shunday degan: har qanday vaziyat bo'lishi mumkin edi, ammo men uchun David bilan sodir bo'lgan narsa hayotning adolatsizligidir.